Bismillahirrahmanirrahim. Ebul Hasan An-Nadavi'nin Qısasun Nebiyinil Atfal. Ballar üçün Peyğəmbərlik qıssası namlıq kitabını dərs qılayotqan. Bugün şu dərsinin davamı. 16-cı Beytul Maqdis. İbrahimning başqa bir ayoli bo'lib, uning ismi Sara edi. İbrahimning Saradan başqa bir farzandi bo'lib, uning ismi İshaq edi. İbrahim Şamda o'ltiraqlashib qoldi va İshaqmi o'ltiraqlashib qoldi. İshaq Şamda Allah üçün bir öy bina qildi. Bir öy saldi. Xuddi dadisi va uning qerindishi Makkada Allah üçün bir öy bina qilganga o'xshash. İshaq Şamda bina qilgan sağan bu masjid u Beytul Maqdisdir. U Masjidul Aqsa bo'lib, Allah uning atrofiga barkat berdi. Allah İshaqning farzandlariga barkat berdi. Xuddi İsmoilning farzandlariga barkat bergandek. Ularning ichida payg'ambarlar va podshohlar bor edi. İshaqning bir bolasi bo'lib, uning ismi Yaqub edi va u payg'ambar edi. Yaqubning 12 bolasi bor edi. Ulardan Yusuf bor edi, ya'ni Yusuf ibn Yaqub. Yusufning Qur'onda ajoyib qissasi bor. Va ilayka hazihil qissa. Bu qissani o'qing, bu qissani sizga sunamiz debdi. Endi Yusuf alayhisalomning qissasiga keldik. Ahsanul qasasi. Eng go'zal qissa. Birinchi ajoyib tush. Yusuf kichik bola edi. Uning 11 qarindishi bor edi. Yusuf nayt chiroyli bir o'g'il bola edi. Yusuf nayt aqlli bola edi. Va uning dadasi Yaqub Yusufni barliq qarindoshlardan bakroq yaxshi ko'ratdi. Ma'lum bir kechada Yusuf ajoyib bir tush ko'rdi. 11 yulduzni, quyoshni, oyni hammasi o'zi uchun sajda qilayotganligini ko'rdi. Bu kichik Yusuf naytibak hayron qoldi. Bu tushni tushunmadi. Qandaqsiga yulduzlar, oy va quyosh bir kishi uchun sajda qiladi. Kichik Yusuf dadasi Yaqubning qishiga bordi. Va dadasiga bu ajoyib tushni so'zlab berdi. Dediki, ey dada, men 11 yulduzni, quyoshni, oyni, ularning hammasini men uchun sajda qilayotgan holatda ko'rdim dedi. Dadasi Yaqub payg'ambar edi. Yaqub bu tushdan nihoyat xushal bo'ldi. Dadasi mundaq dedi. Allah sana berkat bersin ey Yusuf. Sen uchun kelgusida katta bir ish bo'lg'udak. Bu tush payg'ambarlik va ilmning bisharatidir. Haqiqatan Allah sening buvang Ishaqqa in'om qilgan. Ve Allah Taala sening buvang İbrahimga in'om qilgan. Ve Allah Taala sana ve Yaqub ailesiga in'om qiladi dedi. Yaqub cho'ng shayx bo'lib, insonlarning tabiatlarini biletdi. Shaytonning qanday g'olib keladiganligini biletdi. Ya'ni qanday yengadiganligini biletdi. Shaytonning insonlarni qanday o'ynatadiganligini biletdi. Va mundaq dedi: "Ey balam, bu tushingni qarindoshlaringdan hech kimga demagin. Chunki ular sana hasad qilib, sana dushman bo'ladi" dedi. Ikkinchi hasadul ikhwa, qarindoshlarning hasad qilishi. Yusufning yana bir onasidan bo'lgan boshqa bir qarindosh bo'lib, uning ismi Bunyamin edi. Yaqub u ikkisini nihoyat yaxshi ko'ratdi. Hech kimni, hech qaysini farzandlaridan u ikkisini yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rmaydi. Qarindoshlari Yusuf va Bunyaminga hasad qilishadi va g'azablanadi, ochiqlaydi va ular mundaq deydi: "Nima uchun dadimiz Yusuf va Bunyaminni bakroq yaxshi ko'radi? Nima uchun dadimiz u ikkisi kichik ojiz turib Yusuf va Bunyaminni yaxshi ko'radi? Nima uchun bizni Yusuf va Bunyaminni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rmaydi? Biz kuchlik yoshlar tursak, yoshlar turib, haza amrun ajib, bu ajoyib bir ishqu." Yusuf kichik bola edi. Ya'ni Yusuf kichik bola bo'lg'achqa, tushini qarindoshlariga so'zlab berdi va qarindoshlari bu tushni anglagan chog'da nihoyatibek g'azablandi. Va ularning hasadlari texim kuchib ketdi. Bir kuni qarindoshlar jam bo'ldi va mundaq deyishdi: "Yusufni o'ltiringlar yoki uni jiroq bir joyga tashlab etinglar. Bu chog'da sizlarning dadanglar sizlar uchun xolis bo'ladi. Ya'ni sizlarga o'ngchi qoladi. Uning muhabbati sizlarga xolis bo'ladi." Ularning biri mundaq dedi: "Yo'q,
balki uni yo'ldagi quduqqa tashlanglar. Ba'zi musofirlar uni ilib olsin, ya'ni karvon o'shadan o'tgan vaqtida bu yerdan ilib olsin dedi. Va vafaqa alayhi jami'ul ikhwa. Barliq qarindoshlar mush fikrga birlikka keldi. 3-chi vaftun ila Yaquba. Yaqubga bir o'mak deydi. Ularning hammasi o'mak bo'lib to'plashib birlikda Yaqub alayhisolamning qishiga kelibdi. Bular bu fikrga ittifoqqa kelganda, birlikka kelganda Yaqubning qishiga keldi. Yaqub Yusufdan nayt qo'rqat, ya'ni Yusuf qarta nayt ansiraytdi. Va qarindoshlarning uningga hasad qildiganligini, uni yaxshi ko'rmaydiganligini biletdi. Yaqub Yusufni qarindoshlar bilan birga avatmaydi. La yursilu qo'yatmaydi degan gap avatmaydi. Yusuf o'zining qarindoshi bilan birga o'ynaydi, ya'ni Bunyamin bilan birga o'ynaydi, yiroqqa ketmaydi. Qarindoshlarmi buni biletdi. Lekin ular yamanlıqqa qattiq niyatga keldi. Azamuriya qattiq niyat keldi, iroda keldi. Ular deyishdiki, "Ey dadamiz, nimishqa Yusufni biz bilan birga avatmaysiz? Nimadan qo'rqsiz? U bizning nayda a'tibali qimmatli qarindoshimiz tursa, bizning kichik qarindishimiz, kichik ukamiz tursa, biz bir dadining bolalari tursak, qarindoshlar degan davomli birga hammasi birlikda o'ynaydigan tursa, nima uchun biz berib hammamiz birlikda o'ynamaymiz?" dedi. "Ata biz bilan birga uni avatgin. Yayrab, o'ynab o'ynasin. Biz uni chuqum qo'g'daymiz." Yaqub cho'ng kishi bo'lib, nayt aqil, nayt bag'ri yumshoq, mehribon kishi edi. Yaqub Yusufning o'zidan yiroqlab ketishini yaxshi ko'rmaydi. Yusufdan nayt andish qiladi. O'g'illarga mundoq dedi: "Sizlar uningdan g'aflat qolgan vaqtinglarda, ya'ni sizlar Yusufga diqqat qilmay qolgan vaqtinglarda uni bo'ri yeb ketishidan ansirayma. Ular deyishdiki, abadan hargiz undoq bo'lmaydi. Biz shuning qishida, Yusufning qishida hozir, ya'ni ba turib, uni qandoqsiga bo'ri yeb ketsin? Qandoqsiga uni bo'ri yeb ketsin? Biz nayt kuchli yoshlar tursak" dedi. Yaqub Yusufga ijozat berdi. Yani akillar bilan birga berishga ijozat berdi.